a sinus kx plus b cosinus kx funksiyasining qiymatlar sohasini topishimiz uchun mana shuni formulada qo'llanamiz. Xo'p, buni isboti qanday bo'ladi? Funksiya eng kichik yo eng katta qiymatga erish uchun undan hosil olamiz va nolga tenglashtirib ishlaymiz. Hosil olishimiz uchun mana shu funksiyada hosil olishimiz kerak. Ya'ni y barobar. Xo'p, bu murakkab funksiyaning xoslasi. Birinchi a ning o'zi yoziladi. Sinus kx dan hosila k ko'paytirilgan cosinus kx yoziladi. Xo'p, bundan hosil oladigan bo'lsak, birinchi b ning o'zi yoziladi, ko'paytirilgan cosinus kx xoslasi minus sinus kx. Xo'p, endi kx dan hosil oladigan bo'lsak, k ni oldiga ko'paytirib qo'yamiz. Ya'ni o'z-o'zidan hosil bo'ladi. Mana shu narsani nolga tenglashtiramiz. Bu yerdan birdaniga men k ga bo'lib yuboraman. K ga bo'ladigan bo'lsam va minus b sinus kx ni tengdan o'ng tarafga o'tkazaman. A cosinus kx teng b sinus kx. Xo'p, bu yerda esa biz endi cosinus kx ga bo'lib yuboramiz. Cosinus kx ga bo'ladigan bo'lsa nima hosil bo'ladi? A barobar b ko'paygan tangens kx. Endi bu yerdan tangens kx topamiz. Tangens kx hosil bo'ladi. Bu yerda a taqsim b. Xo'p, trigonometrik aylantirdan bitta formula ma'lum. 1 plus tangens kvadrat alfa teng 1 taqsim cosinus kvadrat alfa ga teng. Biz mana shu formuladan foydalanamiz. Bu yerda endi biz tangens kx ni sinus kx va cosinus kx orqali ifodalaymiz. Ya'ni birinchi deb yozaman. Tangens kx ni sinus kx va cosinus kx orqali ifodalaymiz. Xo'p, bu jarayonda nima sodir bo'ladi? Tangens kx degani o'rniga qo'yaman a taqsim b. 1 plus tangens kx a taqsim b ga teng bo'ladigan bo'lsa, kvadrati a kvadrat taqsim b kvadrat hosil bo'ladi. Teng 1 taqsim cosinus kvadrat kx. Men cosinus kx ni topadigan bo'lsam, a kvadrat plus b kvadrat hosil bo'ladi va joyni almashtiradigan bo'lsam, b kvadratdan b chiqadi. Xo'p, bundan esa a kvadrat plus b kvadrat hosil bo'ladi. Faqatgina bitta joyga e'tibor berishimiz kerak. Mana shu joyda plus minus hosil bo'ladi. Biz cosinus kx ni topdik. Endi trigonometrik aylantirdan bitta formula ma'lum bizga. Sinus kvadrat alfa plus cosinus kvadrat alfa 1 ga teng. Xo'p, bizda cosinus alfa bor, sinus alfani qanday topamiz? Ya'ni birdaniga yozib ketaman. Sinus kx degani teng plus minus 1 minus cosinus kvadrat alfa. Cosinus kvadrat alfa degani mana buni kvadratga ko'taradigan bo'lsam, plus minus plus bo'lib ketadi. b ning kvadrati b kvadrat taqsim ildizdan yo'q bo'lib ketadi. a kvadrat plus b kvadrat hosil bo'ladi. Ya'ni mana bu joyda kvadrat bor. Umuman qilib beradigan bo'lsam, b kvadratga qisqarib ketadi. Plus minus a kvadrat taqsim a kvadrat plus b kvadrat. Xo'p, bu yerdan a kvadrat a chiqadi, plus minus a taqsim. Xo'p, ildiz yo'q bo'lib ketadi birdaniga. Ya'ni kvadrati qisqarib ketadi mana bu. A kvadrat plus b kvadrat qoladi. Biz sinus kx ni topdik. Demak, cosinus kx bunga teng bo'lsa, sinus kx teng plus minus a taqsim a kvadrat plus b kvadratga teng. Xo'p, endi sinus kx va cosinus kx qiymatlari topilgandan so'ng biz keyingi jarayonga o'tamiz. Keyingi jarayon qanday bo'ladi? Biz sinus kx va cosinus kx ni mana shu jarayon dastlabki funksiyaga olib qo'yamiz. Xo'p, bizga bitta narsa ma'lum. Eng katta qiymat topishimiz funksiyani eng katta, ya'ni musbat qiymatdan qo'yamiz. Eng kichik qiymat topish esa biz qiymat minusdan qo'yamiz. Biz a jarayonida kichik qiymat topishimiz uchun y teng a. Xo'p, sinus kx o'rniga men katta qiymat topishim plus degan qo'yaman. A taqsim a kvadrat plus b kvadrat. Plus b joyida turibdi. Ko'paytirilgan. Cosinus kx o'rniga esa bunda ham plus degan qo'yaman. Chunki men katta qiymatni topishim kerak. b taqsim a kvadrat plus b kvadrat teng. Bu yerda arifmetik amal bajaradi. a kvadrat plus b kvadrat. Mahrajlar bir xil bo'lgani uchun mahraj o'zgarishsiz yoziladi. Ya'ni a kvadrat plus b kvadrat. Xo'p, bu yerda a kvadrat plus b kvadratdan qisqaradigan bo'lsa, sirasani qisqaradigan bo'lsa, yoki biz a ni nima deb yozsam bo'ladi? Ildiz osti a ko'paygan ildiz osti a desam,
ildiz ostida a qisqarib ketib, mana bu o'zi qolib ketadi. Ya'ni ildiz ostida a kvadrat minus b kvadrat. Bu topilgan qiymat mana buning maksimum qiymati, ya'ni eng katta qiymati. Eng kichik qiymatni topishimiz uchun b jarayonida hosil bo'ladi. Y ning a ko'paytirilgan mana buni minusligini qo'yamiz. Minus a taqsim a kvadrat minus b kvadrat. Plus endi b kosinusni ham o'z navbatida kichik qiymatini qo'yamiz. B ko'paytirilgan minus b taqsim a kvadrat minus b kvadrat teng. Xo'sh, a ga a ko'paytiradigan bo'lsam minus a kvadrat taqsim a kvadrat minus b kvadrat. Xo'p, bu yerda ham plus minus bo'lib ketadi. B kvadrat taqsim a kvadrat minus b kvadrat hosil bo'ladi. Xo'p, men o'z navbatida ulardan minus ishorasini qavsdan tashqariga chiqaradigan bo'lsam va maxraji bir xil bo'lganligi uchun maxrajni o'zgarishsiz yozadigan bo'lsam a kvadrat minus b kvadrat ifoda, surat esa minus tashqariga chiqqanda ichkaridagi ishora qarama-qarshisiga o'zgaradi. Ya'ni a kvadrat minus b kvadrat hosil bo'ladi. Men qavsda yozmasam ham bo'ladi va kasrni yoniga yozib qo'yaman. Mana bu ham hozirgi qoida bo'yicha ani ildiz ostida a ko'paygan ildiz ostida a deb bittasini qisqartiradigan bo'lsam minus ildiz ostida a kvadrat minus b kvadrat hosil bo'ldi. Bu topilgan qiymat esa uning minimum qiymati. Ya'ni demak formula isbotlandi. Isboti demak minus a kvadrat minus b kvadrat y a kvadrat minus b kvadrat. Mana shu formulasini isbotladi.